Nima maqsadga kelding? Eshitishim bo'yicha bu tufligingiz sehrli ekan sizni. Shu bir meni ham og'zimga tuflasangiz, orzularim amalga oshsa. Nima orzuying bosani? Shu kichkina orzum, shu g'o'rzakon bo'lmoqchiman. Og'zingni och. Tuflang. Voy, nima qilyapman bo'pti, amak? Dushi lekin boru, biror bir problema bo'lsa aloqada bo'laman 24 ga 7 nasibasi. Keyingisi. Assalomu alaykum tog'ajon. Mana bitta nozik kasalim bor edi. Nozik kasal dedingmi? Qanday kasallik bu? Mani gemoroy kasalim bor. Anchadan beri bezovta qiladi. Shunga bitta tuflab bering. Och unda. Og'zingni och. Oh, va nihoyat. Qichish qoldi. Keyingisi. Qanaqa siz menga mehr bermaysiz, e'tibor bermaysiz, ustimda kiyimimni qarang, hech nimam yo'q, ko'ribsiz. Umuman tushunmayapman. Qorning og'riyaptimi? Kelin kasalmi? To'xta bo'lmasa birinchisidan gapirtiray, og'zingni och. Aka, bitta qulog'ingizga gapim bor. Aka, shu xotini ham menga o'xshab gapira olmaydigan qilib qo'ying. Bezor bo'ldim boku. Kelin? Yaqinroq keling qani? Og'izni oching. Qani bitta gapirgan? Rahmat Abdush aka. Yana kimni og'ziga tuflash kerak?